Men shu aziz vatanda tug'ilganimdan mamnunman. Qo'shni davlatlarda ochlik, ilmsizlik, zo'ravonlik avj olgan bir vaqtda biz bundan yiroq jamiyatda ilm olyapmiz va yashayapmiz. Olgan bilimlarimizni yurtimizning ravnaqi, kelajagi uchun sarflash bizning eng oliy maqsadimizdir. Dunyo bo'ylab zo'ravonlik har kuni tajribaga aylanib bormoqda. Lekin biz bu muhitni yengishimiz mumkin. Agar siz ota-ona yoki o'qituvchi bo'lsangiz, o'quvchi va bolalaringizga xavfsiz muhit yaratishingiz lozim. Shuningdek, siz farzandingiz uchun bu oddiy holatga aylanishiga yo'l qo'ymaysiz. Do'stim, nega yashamaysan bu hayotda zavq bilan? Bir marta beriladi-ku, o'tkaz uni shavq bilan. O'qib bilim olgin, bo'lgin inson gavhari, ota-ona orzusiga yetkaz uni baxt bilan. Biz bugungi kun psixologlari farzandlarimizni, o'quvchilarimizni buyuk kelajaklarni yaratish uchun ular bilan do'stona munosabat o'rnatishimiz lozim. Zo'ravonlikka, ilmsizlikka, biz bunday illatga qarshi ma'rifat bilan javob berishimiz lozim. Bolalarni jismoniy jazolash ularda qo'rquv va ishonchsizlikni uyg'otadi. Biz zo'ravonlikka qarshimiz. Zo'ravonlik farzandingiz hayotida oddiy holga aylanishiga yo'l qo'ymang. Biz zo'ravonlikka qarshimiz. Farzandlarga qilingan zo'ravonlik ularning jamiyatda o'z o'rnini topishiga to'sqinlik qiladi. Ular hayron bo'lgan havoda tek turgaylar, chechakka to'shurgaylar, gulni ko'rgan to'rg'aylar, xushhol bo'lgan dalalashib, qirlashib, boshni qo'yib sirlashib, jo'shqin soylar birlashib